Amerika Uyg'ur birlashmasining 8-chi qurultiyi va yangi navbatlik rais saylimi 29 may tushdan keyin soat 1:30da Washingtonda boshlandi. Saylam boshlanishidan burun a'zolar aktivlik bilan tizim qoldirdi va saylamda ovoz berish uchun faol tayyorlandi. Amerika Uyg'ur birlashmasining muvaqqat raisi Elshad Hasan yig'inning boshlanganligini e'lon qilib, oldi bilan hammalarni o'rnidan turib, Sharqiy Turkiston davlat she'ri o'qishga da'vat qildi. Yig'inni boshqargan Elshad Hasan oldi bilan oldingi navbatlik hay'at a'zolarining jafoli xizmatini eslab o'tish bilan birga ularga chin qalbidan tashakkur etadiganligini bildirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Umar Qanot Uyg'ur Amerika birlashmasining o'tgan mezgilda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birlikda Uyg'ur davosining xalqaralashishi uchun ishlagan xizmatlarini, bu jarayonda qo'lga keltirilgan bir qism natijalarni eslab o'tdi. Arqadan Uyg'ur Amerika birlashmasining sobiq raisi Olim Seytov tayyorlagan Uyg'ur Amerika birlashmasining o'tgan mezgillarda Amerika va Yevropadagi aloqador xalqaro organlarga Uyg'ur davosini anglitishda qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari aks ettirilgan rasmlar to'plami ko'rsatildi. Bu qatamliq Amerika Uyg'ur birlashmasining rais saylimiga qatnashadigan 3 nafar nomzod, ya'ni Umar Qanot, Qaysar Siyid va Elshad Hasan sahnaga chiqib, agar saylovda g'alaba qilsa, Amerikadagi Uyg'ur jamoatiga nimalarni qilib beradiganligi haqidagi loyihalarini o'ttirib qo'ydi. Oldi bilan Umar Qanot so'z elib, o'zining Uyg'ur davosiga qatnashish jarayonini qisqacha bayon qilib, o'zining kelgusidagi planlarini sharhlab o'tdi. Yig'inga qatnashishga kelgan Uyg'ur jamoatlaridan ixtiyor qilganlar saylovga tushgan rais nomzodi Umar Qanotdan Amerikadagi Uyg'ur farzandlarining ona til saviyasini oshirish va ona til engini kuchaytirish masalasiga aloqador savollarni so'radi. Umar Qanotmu tegishli javobini berdi. Saylam oralig'ida Amerikaga eng dastlab kelgan Uyg'ur ziyolilaridan Dr. Tug'luq Abdurazzoq Amerika Uyg'ur birlashmasining eng dastlabki shakllanish ahvoli haqida qisqacha ma'lumot berdi. Shundaqla Amerikadagi Uyg'ur jamoatining Amerika Uyg'ur birlashmasidan nimalarni kutadiganligi haqida ma'lumotlar berdi. Men o'zim 90-yil Amerikaga kelgan, 90-yil Amerikaga kelgan chaqda 5-6 yildan battoq. Bu yerda u yerda yurgan bir hammasi chiqib kelganda bir 100 dak Uyg'ur chiqadi. Şu vaqtida shu 5-6 yildan birlashib men shu Tangritog' Uyg'ur o'quvchi va mutaxassislar uyushmasini qurdik. Lekin bu tashkilot keyin bir 2 yildan 2 yil taraqlangandan keyin endi shu Uyg'ur Amerika jamiyati bo'lib shakllandi. Shuning uchun mening orzuyim shu bu qitam yangidan qo'yilgan nihoyat demokratik shaklda saylanadi. Bu qitamda saylangan shu hay'atlar bo'lgan talabim endi bundan keyin shu jamoatchilikni, Amerikadagi Uyg'ur jamoatchilikni texnik kuchaytirib, shuni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lsa deb. Agar biz shu Uyg'urchilikni, Uyg'urning davo ishlarini, Uyg'ur madaniyati, kultur, ma'rifini shu kelgusi avlodlarimizga davomlashtirgan bir sharoitni yaratib bermaydigan bo'lsak, bu men uchun aytgan chog'da biz chet elda yashayotgan, bo'lib Amerikada yashayotgan Uyg'urlar uchun bizga bir cho'ng bir xatolik bo'ldi deb qarayman. Arqadan rais nomzodlarining ikkinchisi Qaysar Siyid so'z elib, oldi bilan vatanning hurligi yo'lida badal to'lagan va to'layotgan Uyg'ur farzandlari uchun Amerikadagi jangchilar xotiri kuni bayramiga jo'ri bo'lg'ach 1 minutlik sukutda turish taklifini berdi. Ondan bugunga qadar Uyg'urlar diyorida yuz bergan qarshilik harakatlarini qisqacha eslab o'tdi. Hamda Amerika Uyg'ur birlashmasi o'zining Amerikada bo'lishdek favqulodda o'rindan foydalanib, Uyg'urlarning siyosiy manfaati uchun qanday tirishchanlik ko'rsatishi lozimligini sharhlab o'tdi. Shuning bilan birga o'zi rais bo'lib saylansa, bu jihatda nimalarni qilmoqchi bo'lganligi haqida ma'lumot berdi. Hamda so'ralgan savollarga javob berdi. Ondan Elshad o'zi rais bo'lib saylansa, qilmoqchi bo'lgan ishlar haqida ma'lumot berib, oldi bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining iqtisodiy jihatdagi qiyinchiligini hal qilishda yanada Amerikadagi Uyg'ur jamoatining yordamiga muhtoj ekanligini, bu yordamning hisobotini har 3 oyda bir qatim jamoatga oshkora qiladiganligini bildirdi. U buningga ulabla Amerika va boshqa joylardagi Uyg'ur jamoati uchun eng zo'r darajada sal qaralayotgan yoshlar masalasini tilga olib, Amerikaga yangi kelgan yoshlarga hayotlik yo'llarini ko'rsatish, xizmat tepish ishlariga yordamlashish masalasini ta'kidladi. Shundaqla bu xildagi yoshlarning tenab qolmasligi uchun ularga Uyg'ur mehri muhabbatini, shundaqla qarindoshlik mehrini his qildirishning to'liq muhimligini ta'kidladi. U oxirida Amerikadagi Uyg'ur farzandlariga o'rtaq bo'lgan ona tilidan yiroqlab ketish hodisasiga qarata tegishli tadbir qo'llanib,
Uyg'ur tili maktabini jonlantirish, Uyg'ur jamoati orasidagi aloqani quyuqlashtirish orqali bu masalani hal qilishga tirishadiganligini bildirdi. Bizning o'zimizning an'ana var, tarixi var, imonimiz var, e'tiqodimiz var. Bularning hammasini o'z ona tilimiz bilan singdira olamiz. Men Mingdovxon Jig'lamaydi desa, sen Uyg'urchani yaxshi so'zlayotgansan, Uyg'urcha kitob o'qiyotgansan. Chunki men Uyg'ur. Ama ben Uyg'ur. Uyg'urcha bilishim bu mening majburiyatim. Ana tilimga qilgan varisligim, ota-onamga qilgan varisligim, ularningki baqtirga qaytilgan vabolim bo'ldi. Saylan belti tashlash orlig'idagi dam olishda Amerikadagi siyosiy faoliyatchilardan Ablajon Layilnaman radiomiz ziyoratini qabul qilib, bu qatimqi saylan natijasida barliqqa kelgan yangi idora hay'atidan kutadigan umidlarini bildirdi. Bo'lib bu chet elda tug'ilgan bolalarning tili, yezigi, madaniyati bu millatni mangu yashashdagi eng muhim omillarning biri. Hozir Xitoy eng birinchi bo'lib bizning urf-odatlarimiz ichida bizning Uyg'ur kimligimizni, hozir uning tilini yo'qityapti Xitoy dushmanimiz. Onun medeniyetini tekbiriye kapadı. Tarihimizin hakimiyet oranını tutkaşka xalagancha u burmalavatdı. Demek bizden millet buluş için şekillendiren en mühim amillerimizden boğan muşu 4-5'nin 2-3'ünün ayrılıp kaldık. Vatandakiler balalarımız Xitay sözlügenlik için azırak rencide. Çünkü düşmanımız Xitay boğaçka. Ama demiş kadar Amerika'da biz balalarımızdan İngiliz söz yapılışını özümüz bilip bilmeyi. Biz bununla ruhsat kıp kaldık hem olduğunu anladık. Yani benim bunlardan teklif kıldığını ben kıldım bir gün jığımga çıkıp. Bizga shunday va'da bersinki, Uyg'ur Amerikan jamiyati o'zining asl negizlik vazifasi bo'lgan Uyg'ur xalqining mushadagi mavjudligini bu da'voning davomli ilgari surish uchun ularning farzandlarining ne kadar muhimligini nazardan 1 minut musaqit qilmaslik kerak. Demak, shuning uchun bu narsalarni biz mayli millatning qancha kishini qildi. Biz o'zimizning ishini kichik demay qarab, o'zimizga burilgan vazifalarni astoydil o'rinlasak, ishonamanki, millatimiz mangu yashaydi. İnşallah Sharq Turkiston bir kun cho'qim mustaqilligini o'z qo'liga oladi. Amerikada ziyorat va o'qish bilan mashg'ul bo'layotgan Abdurahmon O'zturk ziyoratimizni qabul qilib, o'zining sayohat ustida bu saylamga kelib qolganligini aytgach, Amerikadagi Uyg'urlarga o'z salomini yetkazdi. Shundaqla o'zining bu saylam haqida o'ylaganlarini ixcham qilib biz bilan o'rtoqlashdi. Assalomu alaykum. Men Abdurahmon O'zturk. Yaqinlarda shu Amerikaga Los Anjelesga ko'chib kelgan. Bu qitim biyaga başka işler bilan kelib, o'sha Washingtonda dunyodagi Uyg'urlar bilan ko'rishib, bugun ham bir hafta vaqtingizdan bir saylamga keldim. Uyg'ur Amerikan birligi mening bilishimda o'sha Amerikadagi Uyg'urlarning umumiy ishlarini qildigan bir tashkilot deb bilaman. Bugun uchaylan nihoyatda mening ko'nglim redlik, ya'ni boshqa davlatlardagi saylam faoliyatlariga bir o'rnak misol bo'lib ko'rsatilgan shaklda yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Yana bir qitim saylamlarcha Daim bu sayat olsa karnımızı görüşümüz. Hemşehrin. Hem Allah'a salam. Rahmet. Saylam biletlerini hali yosunda toldurgan kişiler saylam komiteti tayarlagan bilet sandıqlarına biletlerini taşladı. Saylam biletleri saxtılıqның aldını eliş tədbiri boyunca tayarlangan bolup, saylamның hər qaçanqıdak adil boladiganligidan bisharat bermekte edi. Ahırda bilet sanını birlikte sanaş arqılıq ən köp biletke erişken İlşat Hasanның Amerika Uyghur Birleşmesining yeni reisi bolup saylanganlığı e'lon qilindi. Saylam neticesinde İlşat Hasan Köprü'ne 8. katılım kurultayında bizden UAE'nin prezidentliğine resmi saylandı. Saylamda Uyghur Amerika Birleşmesining yeni reisi bolup saylangan İlşat Hasan sahnege chiqib, ay yulduzluq kök bayraqni söydü. Hamda advokat Nuri Turkelning riyosatchiligida qasam berib, vazifa topshirib oldi. Benim ismim İlşat Hasan Köprü. Ben öz imanım ve vicdanımdan şunda qasam qilmayman ki Ben öz imanım, öz vicdanım bilan shunda qasam qilman ki vatan millatga mutlaq sodiq bo'lib, vatan millatga mutlaq sodiq bo'lib, barliq vatandoshlar uchun bütün vücudum bilan vicdanım bilan xizmat qilaman. Rahmat. Ahırda İlşat Hasan ayrim ziyoratimizni qabul qilib, o'ziga berilgan bu xizmatdan zo'r sharaf his qilganligini bildirdi. Bana bu cemaatning xizmat qilish bir sharafni bana berdi. Mush Amerikadagi Uyg'ur jamoatiga, Sharq Turkiston qarindoshlarimga hammasiga rahmat aytaman. Xalqimizning oldida egilaman. Bu bir xizmat qilish bir fursati jamoat uchun. Buningda Amerika Uyg'ur Birleşmesi dünyada nüfuzluq, tunulgan bir çoğun teşkilat. Bu
bu teşkilatınki mayli davoyimizda olsun, mayli başka faaliyetlerde olsun rolü ait muhim. Bunda bir teşkilatga meni reis kılıp halkımız işinip Amerikadaki cemaatinin saylap çıkışı meni ait tesirlendirdi. Bu teşkilatını muşu nopuzga, muşu dereceye götürüp gelgenlerinin içinde peşkadem Rabia Kadir Hanım'dan tatip Alim Seyitov, Nuri Türkel, Dolkun Kambiri Katarlık muşu akalarımız, dostlarımız, onun daimiz boğan hammasi bunun da töküp koşkan, ul sağan, şulağıma rahmet ettim ben. Biz onun reis bolup saylangandan keyinki planlar haqida so'rag'inimizda u bu haqda ma'lumotlar berdi. Hem de kelgüsüdeki de cemaat hizmetlerini güçlendirip siyasi davayımız bizden kılbigayımız. Bu halıtımızın ümidi takdiri. Olup mu yaşlar hizmetine, ballarının okutuş hizmetlerine bunu hem de hizmet tertibimizge kirgizimiz hem bununla bir kişilik üzerine aslını koşup bunu muvaffakiyetlik orundaşka tırışımız.